Salom hurmatli tomoshabinlar va kanalimizning doimiy obunachilari. Bugun biz hammamiz uchun, ayniqsa nafaqaxo'rlarimiz uchun juda dolzarb va hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan mavzuni muhokama qilamiz. Agar siz hozirda nafaqada bo'lsangiz yoki yaqin kelajakda pensiya yoshiga yetmoqchi bo'lsangiz, unda bugungi videomizni diqqat bilan oxirigacha tomosha qilishingiz shart. Chunki hukumat tomonidan yaqinda qabul qilingan yangi qonun hujjatlari sizning kundalik hayotingizga, moliyaviy barqarorligingizga va hatto kelajakdagi rejalaringizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ayniqsa ba'zi narsalar endilikda sizga taqiqlanishi, cheklanishi yoki avvalgidek imtiyozli bo'lmasligi ehtimoli mavjud. Bu ma'lumotlar shunchaki bir xabar emas, balki sizning huquqlaringiz va majburiyatlaringizni to'liq tushunishingiz uchun asos bo'ladi. Shuning uchun bu muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu bizga yanada ko'proq foydali kontent yaratishga yordam beradi. Muammoning mohiyati avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, dastlab vaziyatni yaxshilab tushunib olaylik. O'tmishda, ya'ni bu yangi qoidalar kuchga kirgunga qadar mamlakatimizdagi nafaqaxo'rlar uchun qator imkoniyatlar mavjud edi. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar nafaqaga chiqqanlaridan keyin ham o'z ish faoliyatlarini davom ettirishar, qo'shimcha daromad manbalariga ega bo'lishar edi. Eng muhimi, ularning oladigan nafaqasi va ishdan olinadigan maosh yoki tadbirkorlikdan keladigan daromad o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik yo'q edi. Ya'ni, agar siz pensiya olsangiz ham to'liq stavkada ishlashingiz, o'zingizning shaxsiy biznesingizni yuritishingiz va bundan yuqori daromad olishingiz mumkin edi. Bu holatda davlat sizning nafaqangizni kamaytirmasdi yoki umuman to'xtatmasdi. Aksariyat hollarda nafaqaxo'rning ishdan olgan daromadi shunchaki shaxsiy daromad soligiga tortilar edi, xolos. Bu esa o'z navbatida nafaqaxo'rlarga o'z oilaviy byudjetini yaxshilash, farzandlariga, nabiralariga yordam berish yoki shunchaki faol ijtimoiy hayot kechirish uchun qo'shimcha rag'batlantirish edi. Bu davrda nafaqaxo'rning faoliyatiga nisbatan juda kam cheklovlar mavjud bo'lib, davlatning asosiy maqsadi ularning iqtisodiy jarayonlarda faol ishtirok etishga undash edi. Har qanday ishdan olinadigan daromad nafaqaning to'liq miqdorda saqlanib qolishiga hech qanday salbiy ta'sir ko'rsatmasdi. Ammo endilikda vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat tomonidan qabul qilingan yangi nafaqaxo'rlarning ish faoliyatini tartibga solish to'g'risidagi qonun yoki farmon yoki qaror keling shartli ravishda shu nom bilan ataymiz. Chunki bunday hujjatlar turli shakllarda bo'lishi mumkin. Aynan mana shu tartibni o'zgartirdi. Ushbu yangi qoida nafaqaxo'rning ishdan oladigan daromadi ma'lum bir miqdordan oshib ketsa, uning nafaqa miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatishini belgilab beradi. Endilikda, agar nafaqaxo'rning ishdan oladigan oylik daromadi belgilangan chegaradan, ya'ni tirikchilik minimumi yoki mamlakatdagi o'rtacha ish haqining ma'lum bir foizidan oshib ketsa, uning nafaqasi qisman kamaytirilishi yoki hatto butunlay to'xtatilishi mumkin. Bu degani siz nafaqani ham yuqori ish haqqidan bir vaqtda to'liq hajmda olish imkoniyatidan mahrum bo'lasiz. Davlatning maqsadi pensiya jamg'armasi resurslarini yanada adolatli taqsimlash va ba'zi nafaqaxo'rlarning yuqori daromad olishiga qaramay nafaqa yukini davlat zimmasida qoldirmaslikdir. Bu choralar mamlakatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlash va pensiya tizimining uzoq muddatli barqarorligini saqlashga qaratilgan degan fikrlar ilgari surilmoqda. Shu sababli nafaqaxo'rlarga ish faoliyati va nafaqani to'liq miqdorda birga olib borish qisman taqiqlanmoqda. Ya'ni bu imkoniyat endi avvalgidek erkin emas. Bu o'zgarishlar minglab nafaqaxo'rlarimizning moliyaviy rejalari va turmush tarziga bevosita ta'sir qiladi. Birinchi asosiy qism nimani bilishingiz kerak? Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmaslik kerak? Endi esa bu yangi qoidaning eng muhim jihatlarini batafsil ko'rib chiqaylik. Har bir nafaqaxo'r nimani bilishi kerak? Kimlar bu o'zgarishlardan ko'proq ta'sirlanishi mumkin va kimlar xotirjam bo'lishlari mumkinligini tushunib olaylik. Birinchi navbatda bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsa bu nafaqani kamaytirish yoki to'xtatishga olib keladigan daromad chegarasidir. Hukumat tomonidan belgilangan ushbu chegara har bir hudud yoki mamlakatdagi iqtisodiy ko'rsatkichlarga qarab o'zgarishi mumkin. Lekin ko'pincha u mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori yoki iste'mol minimumining ma'lum bir karra ko'rsatkichi sifatida belgilanadi. Masalan, yangi qonunga ko'ra, agar nafaqaxo'rning oylik ish haqi yoki tadbirkorlikdan oladigan daromadi
maqtamning 2 baravaridan oshsa, masalan, agar maqtam 1 million so'm bo'lsa, bu 2 million so'm degani. Uning nafaqasi etib chiqarilishi kamaytirilishi mumkin. Agar daromad MHTMning 3 baravaridan, ya'ni 3 million so'mdan oshsa, nafaqa to'liq to'xtatilishi mumkin. Bu raqamlar shartli bo'lib, aniq raqamlarni tegishli normativ huquqiy hujjatdan tekshirish shart. Daromadni hisoblashda ish haqi, mukofotlar, qo'shimcha to'lovlar va tadbirkorlik faoliyatidan olingan sof foyda inobatga olinadi. Bu ma'lumotlar avtomatik tarzda pensiya jamg'armasiga ish beruvchilar yoki soliq organlari tomonidan taqdim etilishi kutilmoqda. Shuning uchun daromadingizni yashirish imkoniyati juda cheklangan bo'ladi. Xo'sh, kimlar xavotir olishi kerak? Bu savolga javob juda oddiy. Birinchidan, nafaqaga chiqqandan keyin ham yuqori maoshli lavozimlarda ishlashni davom ettirayotgan nafaqaxo'rlar xavotir olishlari kerak. Masalan, davlat tashkilotlarida rahbarlik lavozimlarida ishlayotganlar yoki xususiy sektorda yuqori daromad keltiradigan mutaxassisliklarga ega bo'lganlar. Ikkinchidan, o'z tadbirkorlik faoliyatidan sezilarli darajada foyda oladigan nafaqaxo'rlar ham xavotirga tushishlari lozim. Agar sizning biznesingiz o'yiga belgilangan daromad chegarasidan yuqori darajada foyda keltirayotgan bo'lsa, sizning nafaqangiz kamaytirilishi yoki to'xtatilishi mumkin. Uchinchidan, bir nechta joyda bir vaqtning o'zida ishlayotgan nafaqaxo'rlar ham diqqatli bo'lishlari kerak. Chunki ularning barcha ish joylaridan olgan umumiy daromadi hisobga olinadi. Keling, konkret misollar bilan ko'rib chiqaylik. Misol 1. Alam aka sobiq o'qituvchi. U 6 yoshida nafaqaga chiqdi. Nafaqaga chiqqandan keyin u mahalliy xususiy maktabda yarim stavkada ishlashni davom ettirdi. Uning oylik maoshi 2 million so'm. Yangi qoidalar bo'yicha agar MHTM 1 million so'm bo'lsa va chegara 2 million so'm etib belgilangan bo'lsa, Alam akaning daromadi bu chegaradan oshmaydi. Demak, u o'zining 20 million so'm maoshini va to'liq nafaqasini hech qanday o'zgarishlarsiz olaveradi. Alam aka xavotir olmasligi mumkin. Misol 2. Gulnora opa iste'fodagi muhandis. U 20 yoshida nafaqaga chiqdi va nafaqasi 2 million so'mni tashkil etadi. Nafaqaga chiqqach, u o'zining muhandislik tajribasidan foydalanib, xususiy dizayn firmasida to'liq stavkada ish boshladi. Uning oylik maoshi 3 million so'm. Bu maosh MHTMning 3 baravari, 3 million so'mdan yuqori. Yangi qoidalarga ko'ra, Gulnora opaning nafaqasi butunlay to'xtatiladi. U faqat ish haqi bilan qoniqishga majbur bo'ladi. Agar u oylik maoshini 2 million so'mga tushirsa edi, MHTMning 2 baravari va 3 baravari oralig'ida, u holda uning nafaqasi e'tiborga kamaytirilib, yarmini 900 ming so'm olishi mumkin edi. Bu Gulnora opa uchun jiddiy moliyaviy o'zgarish. Misol 3. Baxtiyor aka iste'fodagi shifokor. U 65 yoshida nafaqaga chiqdi. Nafaqaga chiqqach, u o'z shaxsiy klinikasini ochdi va oyiga o'rtacha 7 million so'm sof foyda oladi. Bu daromad chegarasi MHTMning eng yuqori ko'rsatkichidan ham ancha yuqori. Demak, Baxtiyor akaning nafaqasi ham butunlay to'xtatiladi. Uning vaziyatida faqat shaxsiy biznesdan olinadigan daromad inobatga olinadi. Misol Zuhra xola oddiy nafaqaxo'r. U nafaqaga chiqqandan keyin hech qayerda ishlamaydi. Uning kichik tomorqasi bor va u yerda yetishtirgan sabzavot mevalarini vaqti bilan bozorda sotadi. Bu daromad doimiy emas va juda kam miqdorda bo'ladi. Bunday kichik miqdordagi va tartibsiz daromadlar odatda yangi qoidalar ostida ish faoliyatidan olinadigan daromad deb hisoblanmaydi. Shuning uchun Zuhra xola xavotir olmasligi mumkin, uning nafaqasi to'liq miqdorda saqlanib qoladi. Kim xavotir olmasligi kerak? Birinchidan, hech qanday ish faoliyatini olib bormaydigan va faqat davlat tomonidan beriladigan nafaqa bilan yashayotgan nafaqaxo'rlar. Ularning nafaqa miqdoriga hech qanday o'zgarish kiritilmaydi. Ikkinchidan, ishlayotgan bo'lsa ham ularning oylik daromadi belgilangan eng quyi chegaradan, masalan, MHTMning 1 baravaridan oshmaydigan nafaqaxo'rlar. Ular ham o'z nafaqalarini to'liq hajmda olishda davom etishadi. Uchinchidan, daromadi belgilangan ikkinchi chegara, masalan, MHTMning 2 baravaridan past bo'lgan, ammo birinchi chegaradan yuqori bo'lgan nafaqaxo'rlar. Ularning nafaqasi qisman kamayishi mumkin, ammo butunlay to'xtatilish xavfi yo'q. Shuningdek, ba'zi turdagi daromadlar, masalan, bankdagi omonatlardan olinadigan foizlar, mulkni ijaraga berishdan olinadigan daromadlar. Agar bu asosiy biznes faoliyati bo'lmasa yoki boshqa shaxsiy investitsiyalardan keladigan daromadlar odatda ish faoliyatidan olinadigan daromad deb hisoblanmaydi va shuning uchun nafaqa miqdoriga ta'sir qilmaydi. Ammo bu borada aniqlik kiritish uchun
pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan maslahatlashish har doim tavsiya etiladi. Ikkinchi asosiy qism qoidadan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har qanday qonunda bo'lgani kabi, bu yangi qoidada ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va har doim ham ochiq ko'rinmaydigan noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizga vaziyatni to'g'ri baholashga va moliyaviy qarorlarni oqilona qabul qilishga yordam beradi. Qoidadan istisnolar. Ba'zi toifadagi nafaqaxo'rlar uchun bu qoidalar umuman qo'llanmasligi yoki ular uchun maxsus imtiyozlar mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, nogironlik nafaqasini oluvchilar. Odatda nogironlik nafaqasini oluvchilar uchun ish faoliyatidan olinadigan daromadga nisbatan boshqa, ko'proq imtiyozli qoidalar qo'llaniladi. Ularning mehnatga layoqati cheklanganligi sababli davlat ularni qo'shimcha daromad olishdan cheklamaydi yoki kamroq cheklaydi. Ba'zi mamlakatlarda nogironlik nafaqasini oluvchilar uchun daromad chegarasi ancha yuqori bo'ladi yoki umuman qo'llanilmaydi. Ba'zi bir maxsus kasb egalari, ba'zan davlat yuqori malakali mutaxassislarni, masalan, nodir kasb egalari, olimlar, fan arboblari, akademiklar, yuqori toifali shifokorlar nafaqaga chiqqandan keyin ham o'z faoliyatini davom ettirishga qiziqtiradi. Bunday holatlarda ularga maxsus istisnolar berilishi, ya'ni ularning nafaqasi ish haqi miqdoridan qat'iy nazar saqlanib qolishi mumkin. Bu ayniqsa kadrlar tanqisligi kuzatiladigan sohalarda dolzarb bo'ladi. 3. Davlat mukofotlari va faxriy unvonlarga ega bo'lganlar. G'oliblar, faxriy fuqarolar, bir qator davlat mukofotlari sohiblari uchun ham nafaqa masalasida alohida imtiyozlar ko'zda tutilishi mumkin. Bu ular mamlakat rivojiga qo'shgan ulkan hissasini e'tirof etish belgisi hisoblanadi. 4. Qishloq xo'jaligi sohasidagi daromadlar. Agar nafaqaxo'rning asosiy daromadi dehqonchilik yoki tomorqa xo'jaligidan olinadigan bo'lsa va bu daromad doimiy ish faoliyati sifatida rasmiylashtirilmagan bo'lsa, u ham ushbu cheklovlar ostiga tushmasligi mumkin. Biroq bu yerda asosiy mezon daromadning hajmi va tizimliligi hisoblanadi. Agar dehqonchilik faoliyati to'liq ro'yxatdan o'tgan tadbirkorlik subyekti tomonidan amalga oshirilsa va sezilarli daromad keltirsa, u holda u yuqorida keltirilgan qoidalar ostiga tushishi mumkin. Tuzoqlar va e'tibor berish lozim bo'lgan holatlar. Daromadni to'g'ri deklaratsiya qilmaslik. Ba'zi nafaqaxo'rlar o'z daromadlarini yashirishga urinishlari mumkin, ammo hozirgi raqamlashtirish davrida bu juda xavfli. Ish beruvchilarning barcha ma'lumotlari, shuningdek soliq organlarining ma'lumotlari pensiya jamg'armasi bazalari bilan integratsiya qilingan. Agar daromadni yashirish holati aniqlansa, nafaqa to'xtatilishi bilan birga noqonuniy olingan summa qaytarib olinishi va jiddiy jarimalar qo'llanilishi mumkin. Ba'zi hollarda bu hatto jinoiy javobgarlikka ham olib kelishi mumkin. 2. Daromad chegaralarini noto'g'ri tushunish. Ba'zi nafaqaxo'rlar chegara noto'g'ri tushunib, o'z moliyaviy ahvolini noto'g'ri rejalashtirishlari mumkin. Masalan, qo'lga tegadigan daromad va soliqlar ushlab qo'linmagan daromad o'rtasidagi farqni bilmaslik. Yoki har xil turdagi daromadlar, ish haqi, mukofot, bonuslar, shartnoma bo'yicha to'lovlar qanday hisoblanishini tushunmaslik. Har doim pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'z shaxsiy holatingiz bo'yicha aniq ma'lumot olish zarur. 3. Bir necha ish joyidagi daromadlar. Agar siz bir nechta joyda ishlasangiz, masalan, asosiy ish joyi va o'rindoshlik, sizning barcha ish joylaridan olingan umumiy daromadingiz hisobga olinadi. Ko'pincha nafaqaxo'rlar bu haqda unutishadi va bu ularning nafaqasini kutilmaganda kamayishiga yoki to'xtatilishiga olib keladi. 4. Individual tadbirkorlik faoliyati. Yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun daromadni hisoblash biroz murakkabroq bo'lishi mumkin. Ularning ish haqi emas, balki sof foyda yoki belgilangan soliqqa tortiladigan baza hisobga olinadi. Shu sababli tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi nafaqaxo'rlar soliq maslahatchilari bilan maslahatlashib, o'z daromad maslahatchilari bilan maslahatlashib va pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida taqdim etishlari shart. Noaniq nuanslar. 1. Qisman ish faoliyati va soatlik ish. Agar nafaqaxo'r qisman stavkada yoki soatlik ish haqi asosida ishlasa, uning oylik daromadi doimiy bo'lmasligi mumkin. Bunday hollarda o'rtacha oylik daromad qanday hisoblanishi aniq belgilanishi kerak. Odatda bu oxirgi 3 yoki 6 oydagi o'rtacha daromad bo'lishi mumkin. Daromadning o'zgaruvchanligi ba'zi kasblarda, masalan, savdo agentlari komissiya asosida ishlaydiganlar, daromad oyma-oy o'zgarib turishi mumkin. Bunday sharoitda pensiya jamg'armasi daromadni har oyda qayta hisoblab chiqadimi yoki ma'lum bir davr uchun o'rtacha ko'rsatkichni oladimi?
Bu aniqlik talab qiladi. Odatda yillik daromad hisoblanib, keyin o'rtacha oylik ko'rsatkich topiladi. OTU boshqa ijtimoiy nafaqalarga ta'siri. Nafaqa kamayishi yoki to'xtatishi boshqa ijtimoiy imtiyozlarga yoki nafaqalarga, masalan, uy-joy kommunal xizmatlar uchun subsidiya, transport imtiyozlari qanday ta'sir qilishini bilish muhim. Ba'zi hollarda bir nafaqaning o'zgarishi boshqasiga ham zanjir reaksiyasi bilan ta'sir qilishi mumkin. 4. Qonun hujjatlarining o'zgaruvchanligi. Davlat har doim iqtisodiy vaziyatga qarab qonun hujjatlariga o'zgartirishlar kiritishi mumkin. Shu sababli nafaqaxo'rlar doimiy ravishda tegishli qonunchilikdagi yangiliklarni kuzatib borishlari lozim. Ushbu istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslarni bilish sizga vaziyatni to'g'ri baholashga, moliyaviy rejalaringizni aniqlashtirishga va kutilmagan muammolarga duch kelmaslikka yordam beradi. Har qanday shubhali holatda mutaxassislarga murojaat qilish eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga keldik, amaliy maslahatlar. Bu qoidalarni bilishning o'zi yetarli emas, balki ularga rioya qilish va o'z huquqlaringizni himoya qilish uchun nima qilish kerakligini bilish ham muhimdir. Quyida siz uchun bir necha aniq qadamlar va ko'rsatmalar keltirilgan. 1. Tegishli qonun hujjatini toping va o'rganing. Eng birinchi qadam bu yangi qoidalarni belgilab bergan aniq normativ huquqiy hujjat, qonun, farmon, qarorni topish va uning matni bilan to'liq tanishish. Ushbu hujjatda daromad chegaralari, hisoblash mexanizmi, istisnolar va boshqa muhim tafsilotlar aniq ko'rsatilgan bo'ladi. Odatda bunday hujjatlar Adliya vazirligining normativ huquqiy hujjatlar portali, Lex.uz kabi yoki pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytida e'lon qilinadi. Matnni diqqat bilan o'qib chiqing, tushunarsiz joylarini belgilab oling. 2. Pensiya jamg'armasi bilan bog'laning. Bu eng muhim qadamlardan biridir. Hududingizdagi pensiya jamg'armasining bo'limiga shaxsan murojaat qiling yoki ularning ishonch telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. O'zingizning shaxsiy holatingizni tushuntiring, barcha savollaringizni bering. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizga aniq daromad chegaralarini, sizning daromadingiz qanday hisoblanishini va sizning holatingizda nafaqa kamaytirilishi yoki to'xtatilishi mumkinligini tushuntirib berishlari shart. Ulardan yangi qoidalar bo'yicha tushuntirish xati yoki rasmiy ma'lumotnoma talab qilib olishingiz ham mumkin. 3. Daromadlaringizni aniq hisoblang. Ish joyingizdan yoki tadbirkorlik faoliyatingizdan olgan oxirgi 6-2 oylik daromadlaringiz to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ing. Bularga ish haqi varaqalari, bank ko'chirmalari, shartnomalar bo'yicha to'lovlar, soliq deklaratsiyalari kabi hujjatlar kiradi. Bu ma'lumotlar bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilsangiz, ular sizga aniqroq hisob-kitob qilib berishlari mumkin. Agar siz bir nechta joyda ishlasangiz, barcha ish joylaridan olingan daromadlarni umumiy hisobga oling. 4. Kerakli hujjatlarni tayyorlang. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilishda sizdan shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport, mehnat daftarchasi agar ishlayotgan bo'lsangiz, daromad to'g'risidagi ma'lumotnomalar, ish joyingizdan va boshqa tegishli hujjatlar talab qilinishi mumkin. Oldindan ularning ro'yxatini pensiya jamg'armasidan bilib oling va barchasini to'liq tayyorlab boring. 5. Maslahat vaziyatingiz murakkab bo'lsa, agar sizning vaziyatingiz jamg'armasi bergan ma'lumotlarga to'liq ishonchingiz komil bo'lmasa, huquqshunos yoki pensiya masalalari bo'yicha mutaxassis bilan maslahatlashing. Advokatlar sizning huquqlaringizni himoya qilishda va kerakli hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam bera oladilar. 6. Ish faoliyatingizni qayta ko'rib chiqing. Agar kerak bo'lsa, sizning daromadingiz belgilangan chegaradan oshib ketgan bo'lsa va nafaqangiz kamaytirilishi yoki to'xtatilishi xavfi tug'ilsa, o'z ish faoliyatingizni qayta ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ehtimol ish soatlaringizni kamaytirish, yarim stavkaga o'tish yoki daromadi pastroq bo'lgan ish joyini topish orqali sizning daromadingizni chegara ostida ushlab turish mumkin. Bu sizga nafaqani to'liq yoki qisman olish imkoniyatini saqlab qolishga yordam beradi. Ba'zi hollarda tadbirkorlik faoliyatini boshqa oila a'zosi nomiga rasmiylashtirish ham imkoniyat sifatida ko'rib chiqilishi mumkin, ammo bu borada qonunchilikning barcha jihatlarini o'rganish shart edi. 7. Murojaat va arizalarni yozish. Agar pensiya jamg'armasi sizning nafaqangizni kamaytirish yoki to'xtatish haqida qaror qabul qilsa va siz bu qarordan norozi bo'lsangiz, yozma ariza bilan murojaat qilish huquqiga egasiz. Arizangizda o'z dalillaringizni, havolalar joylagan qonun moddalarini va talablaringizni aniq bayon eting.
arizangizning ikkinchi nusxasini qabul qilganlik to'g'risida belgi qo'ydirib oling. Bu kelajakda ehtimoliy sud jarayonlarida muhim hujjat bo'lib xizmat qiladi. Hokiz, doimiy ravishda kuzatib boring. Qonunchilik doimiy ravishda o'zgarib turishi mumkin. Shuning uchun pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytini, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarni kuzatib boring, yangiliklar bilan tanishing. Bu sizga har doim dolzarb ma'lumotlarga ega bo'lishga yordam beradi. Xulosa va yakuniy chorlov, hurmatli do'stlar. Bugun biz nafaqaxo'rlarga nimalar taqiqlanishi mumkin degan dolzarb mavzuni batafsil muhokama qildik. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, davlat tomonidan qabul qilingan yangi qoidalar endi nafaqaxo'rlarga ish faoliyatidan yuqori daromad olish bilan birga nafaqani to'liq miqdorda olish imkoniyatini cheklaydi. Agar sizning ish haqingiz yoki tadbirkorlikdan oladigan daromadingiz belgilangan chegaradan oshib ketsa, nafaqangiz qisman kamaytirilishi yoki butunlay to'xtatilishi mumkin. Biz kimlar xavotir olish kerakligini, kimlar xotirjam bo'lishi mumkinligini, shuningdek qoidadan istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va noaniq nuanslarni ko'rib chiqdik. Eng muhimi, biz sizga ushbu vaziyatda nima qilish kerakligi haqida aniq amaliy maslahatlar berdik. Tegishli qonun hujjatini o'rganing, pensiya jamg'armasi bilan bog'laning, daromadlaringizni aniq hisoblang, hujjatlarni tayyorlang va kerak bo'lsa, huquqshunos bilan maslahatlashing. O'z huquqlaringizni biling va ularni himoya qilish uchun faol choralar ko'ring. Unutmang, ma'lumotga ega bo'lish bu birinchi himoya qatlami. Shu sababli bu videodagi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu ma'lumotlarni o'z yaqinlaringiz, qo'shnilaringiz va do'stlaringiz bilan ulashing. Ular ham xabardor bo'lsin. Sizning fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Ushbu yangi qoidalar haqida siz nima deb o'ylaysiz? Bu o'zgarishlar sizning hayotingizga qanday ta'sir ko'rsatadi? O'z fikrlaringizni va savollaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz kelajakda ham shunga o'xshash muhim va dolzarb masalalarni birgalikda muhokama qilishda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.